Yana uzilib ketdi. Vaqtimiz bek tez o'tadi. Unda bo'lsa biz davomlashtiraylik. Bir şey kelgan tuqqu. Yana bu kompyuter sanaq vaqtida o'ng tarafdan boshlasa, ta'tir yo'nalishini boshlasa 0 deb sanamaydi ekan, soldan boshlasa 0 deb turib sanaydi ekan. Buni ko'rib oldik. Endi masalan bu yerga sanashni tugatdik-ku. Masalan, mushu tizimlikka bir son qo'shib boqaylik masalan. Yuqorida biz appendni ishlatib turib qo'shgandik. Endi biz boshqa bir narsa, ya'ni ikkinchi xil qo'shish usuli bo'lgan insert. Buni ishlatib turib qo'shishni mashq qilib boqaylik. Undan so'ng insertni ishlatib turib qolgan vaqtida biz tizimlik deb yozamiz. Tizimlik deb yozgandan keyin bu yerga nuqta insert degandan keyin bu yerga birinchi o'ringa qo'shsin masalan. Masalan 1 5 999 degandan keyin bunda bo'ldi. Qo'shdimi, qo'shmadimi? Qarasak enter degandan keyin qo'shib berdi. Ya'ni 999 ni birinchi o'rin qo'shib berdi degandik. 0 1 birinchi o'ringa qo'shibdi. Undan so'ng biz buni qo'shdik. Chiqarib yuta bo'lsaqchi masalan, chiqarib uchun remove ni ishlatamiz. O'shani ishlatamiz. Undan so'ng biz chiqarib boqaylik. Chiqqan vaqtida tizimlik deymiz beshida. Tizimlik deb bo'lgandan keyin nuqta qo'ydik. Chiqarish remove. Chiqarish shundoq. Qaysini chiqarish? 999 ni chiqarish. ni chiqarib yetamiz dedik. Tekshirib boqaylik. Tizimlik nuqta remove 999. To'g'ri yozibdimi? Xato yozdim. Nima xato yozdim? Qaraylar, tizimlik remove. Tizimlik nuqta remove. To'g'ri bo'lmasa, nari xato buning. Qaytib boqaylik. Tizimlik nuqta remove. Bu nemishqa xato bo'ldi baya. 999 ni qo'shgan. Unda bo'lsa 999 ku. Yana o'xshash xato chiqdi. Ishqilib remove chiqarish. Buni biz keyingi darslarda yana bir o'rganib chiqamiz. Tizimlik deylik. Tizimlik. Chiqamabdi buni. Mayli,
Eplashmay turdi hozircha. Endi masalan pop orqali eng oxirgi bir tizimlikni eng oxirgi bir a'zoni tizimlikdan chiqarib o'tgan bo'ldi. Masalan biz tizimlikda ma'vo dedik. Shunaqmi? Degandan keyin biz tizimlik pop deb bu yerga enter bossak eng oxirgi a'zo ma'ni chiqarib o'tdim deydi. Dasa tizimlik deb ko'rib boqayli. Chiqarib o'tdimi, chiqarib o'tmadimi? Chiqarib o'tdi, uni bu yerga cho'qi. Ma'ni chiqarib o'tdi, eng oxirgi bir a'zoni chiqarib o'tishni ko'rdik. Endi bu yerdan yana pop deb baqsaq masalan tizimlik .pop açtık. Bu yerda sidiqni chiqarib o'tdim deydi. Eng oxiridan yana birini chiqarib o'tdim deydi. Unda ko'rib boqayli. Tik, buni chiqarib o'tdik. Chiqarib o'tdi. Unda bo'lsa, chiqarib o'tishni biz ko'rdik. Endi mush tizimlikni biz hozir 5999 Fatma Ayşe. Endi biz buni ta'tir o'rib, ya'ni Ayşani eng beshida, Alini eng oxirida keltiradigan bir usulni o'rganish uchun reverse, ya'ni buni ishlatamiz. Mana. Dasi biz ishlatib boqayli. Qarsak tizimlik nokta reverse. Dasa ta'tir o'rmidimi qarash uchun tizimlik tutuq Ali Ayşe qanday ta'tir o'rdi degan gap. Demak, biz buni ko'rib oldik. Endi biz tizimlik tuvandagi sonlarni qo'shib boqayli. Qo'shishning yana bir xil usuli bu. Yana bir usulda qaysini ishlatamiz deganda extend. Mana ishlatamiz. Dasa ishlatib boqayli. Tizimlikimiz yuqorida Ayşe Fatma 999 Ali. Biz bunga bir narsani qo'shib boqayli. Qo'shish uchun son qo'shib boqayli. Tizimlik masalan tizimlik nokta desek, undan keyin extend qo'y. Endi uni ichiga qo'shish uchun biz oldi bilan yalang tirnoq ichiga kirdik. Kirgandan keyin buning ichiga o'ttir tirnoqi yana ichiga kirdik. Kirib bo'lgandan keyin 111 qo'shiladi masalan. 111 tashladik. 222 tashladik. Deb bo'lgandan keyin 333 biz buni tirnoqchiga qo'yaylik. 33 degandan keyin bundoq bo'ldi. Endi bularni ma'lani qo'shimdimi ko'rish uchun biz tizimlik deb shuni ko'rsatish uchun buyruq beraylik. Qanday qo'shibdimi? Qo'shdi. Unda esa bularni qo'shishni o'rgandik. Endi kitob tizimlik o'rlashtirib boqaylik. Masalan, kitoblar deb yozsak, kitoblar degandan keyin kitoblar degandan keyin masalan tang dedik. Degandan keyin o'ttir tirnoq ochdik. Ochgandan keyin ichiga kirdik. Kirgandan keyin tarix dedik. Peycho pesh dedik. Degandan keyin nima deb boqaylik? Fizika deb boqaylik. Fizik kitob. Fizik degan olimning ismi, lekin